Bugungi obzorimiz Ezvizning eng bitta kamerasi SB2 ga bo'ladi. Men obzorni boshladim, siz esa like bilan podpiskani bosib turing. Qani ketdik. Kameramiz ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Buni o'rnatish juda ham oson. Tagidagi podstavkasida magnit bo'lib, qolgan temirli joyga yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, hozir biz yopishtirib qo'yamiz temirga, juda mustahkam yopishgan. Hozir telefonda qanaqa ko'rinishini ko'rsatib beramiz. Kameramiz shu tarafga qaratilgan, telefonda ko'rishingiz mumkin. Aynan ushbu kadr mana shu kameraga olingan. Bu kameramiz asosan движение kam bo'lgan joylarga ishlatiladi, chunki batareyka bilan ishlagan sababli qancha движение kam bo'lsa, shuncha ko'p ketadi batareykasi. Asosiy funksiyalari: ikki tomonlama aloqa, kechqurun 5 metrgacha videoga olishi, ovoz yordamida boshqarish, ya'ni o'chirib yoqish va 512 gigabaytgacha fleshka qabul qiladi kameramiz. Ushbu kameramizning ikki xil modeli mavjud: CB2 va CB2 Tour. CB2 Wi-Fi da ishlaydi, CB2 Tour G SIM kartada ishlaydi. Ikkala modelning ham ikki xil rangi bor, qora va oq. Bu kameramiz asosan движение kam bo'lgan joylarga ishlatiladi, chunki batareyka bilan ishlagan sababli qancha движение kam bo'lsa, shuncha ko'p ketadi batareykasi.